Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana Gollandiyadamiz. Yevropaga yuk mashinalarini haydash uchun ishga kelmoqchi bo'lgan do'stlarimiz uchun bu tavsiya. Mana yo'llarimizni ko'rsatyapmiz, Yevropadagi yo'llarimiz, yurgan yo'llarimizni. Yo'llar ravon, tekis, bunga gap yo'q. Lekin shu narsalar ham borki, yo'llar remont bo'lib turadi doimiy ravishda. Shunaqa vaziyatlarda bu yo'llar torayadi, to'sadi, ikkita qatorni bitta qatorga oladi, oz-ozdan toraytiradi. Shunda harakatlanish qiyinlashadi. Ya'ni tor joyda maksimum tezlikda yurish kerak bo'ladi. Yevropa bo'yicha tezlik 80, bunga plus yuk mashinalari uchun aytyapman. Bunga plus 5-9 gacha yurish mumkin. Ya'ni 85 tezlikda tor joyda yurish kerak bo'ladi. Shunaqa holatda qiynalmaslik uchun hurmatli Yevropaga ishga kelmoqchi bo'lgan, yuk mashinalarini haydash uchun kelmoqchi bo'lgan hamyurtlarimizga, do'stlarimizga shu yerga kelishdan oldin o'zimizda yaxshilab shu sohani o'rganinglar. O'zimizda arzonroqqa tushadi o'rganish. Bu yerda qimmatroqqa tushadi. Bu yerda xatolar kechirilmaydi. Ya'ni xatolar qanaqa? Misol mashinani shilib olish, urib olish, boshqa mashina yo'liga chiqib urib olish. Ular u xatolar qimmatga tushadi. Bu yerda hamma yo'q shtrapga bog'liq, shtraplar qimmat. Shuning uchun shu tavsiyamiz, yaxshilab o'rganib, qo'lda kiygizib kelinglar, qolganini shu yerda o'rganaverasizlar. Lekin bu cho'chitish bas. Hech kim bilib tug'ilmaydi, hamma o'rganadi. Hech kim onasini qonidan bilib tug'ilmagan. Bundan cho'chimanglar. Hamma bilmay tug'ilgan, lekin hayoti davomida o'rgangan. Odam qilgan ishni odam qiladi. Shunday ekan, sizlar ham shu ishni qila olasizlar. Yangi boshlovchilarga aytyapman, sizlar ham shu ishlarni qila olasizlar. Faqat harakat bo'lsa, maqsad bo'lsa bo'ldi. Harakat qilinglar. Yevropada ishlanglar, 2000-3000 dollargacha pul topsa bo'ladi, lekin kelib emas. Shuni ham to'g'ri tushuninglar. Aytishim uchun ba'zi kanallar 3000-4000 topasan. Yo'q, oldin boshiga oz bo'ladi. Mayli, ozgina bo'lsa ham kelinglar, ishlanglar. O'zi yo'l yo'rig'ini shu yerda topasizlar. O'zi ko'rib, qayerda qana ishlash kerak, qanchadan shu yo'llar o'zi ochiladi. O'zbekistonda turib olib unaqa ish yo'q. Shu yerda tanlaysizlar. Shu yerda o'z yo'lingizni topasiz, o'zingizga mos ish topasiz, o'zingizga o'zingiz qo'lingizdan keladigan ish topasiz. Buning uchun siz bu yerga kelishingiz kerak. Bu yerga keling, ishlang va o'zingizga yoqqan ishni tanlang. O'zbekistonda turib sizga hech kim yordam bermaydi. U yolg'on gaplarga ishonmang, boshqalarning gapiga ishonmang. Siz shu yerga kelish harakatini qiling, keling, ishlang. Harakat qiling. Bitta sohani mutaxassisiga aylaning. Shofirlikmi, shofirlikni qiling, keling. Yoqmasa 2-3 oy ishlaysiz, boshqa sohaga o'tish uchun imkoniyatingiz bo'ladi. Bu eshik. Sizni Yevropaga kirishingiz uchun oson eshik. Bu eshikdan o'tishingiz uchun ozgina harakat kerak. Eshikdan o'ting, kiring, ishlab ko'ring, balkim shu soha sizga yoqib ketar. Shu sohada balkim ishlaringiz yurib ketar. Harakat qiling faqat harakat. Ya'ni O'zbekistonda turib, o'zimizda ham furalar juda ko'p. Mining mashinani, yo'l qoidalarida o'rganing. Yo'l qoidalar bo'yicha yurishni o'rganing. Qo'rqmay harakatni qiling. Hech kim bilib tug'ilmagan. Odam qilgan ishni odam qiladi. Birov hal sen eplay olmaysan, u qila olmaysan degan gaplarga quloq solmang-da, harakatni qiling. Shuning uchun men doim shu videoga olib tashlayapmanki, shu yo'llar shunaqa holatda, yo'llar shunaqa vaziyatlarda turibdi. Mana ko'rsin, ozgina bo'lsa ham ko'zi bilan ko'rsin, holat qanaqa. Mana furalar qanday turibdi, qayerlarda turibdi, qanday yuryapti, qolgan mashinalar qanday yuryapti. Shular haqida hamma davlat, 27 ta Yevropa Ittifoqidagi davlatlarda, Schengen vizasiga kiruvchi davlatlarga yursak, ularni ham ko'rsatib boramiz. Holatlari shunaqa.
lekin hamma joyda ham odam qilyapti, odam qiladi. Shuni esdan chiqarmanglar, odam qilgan ishni odam qiladi. Faqat odamda harakat, maqsad bo'lishi kerak. Omad tilayman hammaga. Mana Gollandiyadamiz. Gollandiyada yo'llar, mana parkovkalar. Sizlar ham shularga qarab harakat qilinglar, o'rganinglar va viza olib kelinglar. Latviyaga viza olish osonroq qolgan Polsha, Litva, Germaniya kabi davlatlarga nisbatan. Shu firmalarga dogovor qilib, shartnoma qilib kelsangiz osonroq kelasizlar. Savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qolinglar. Qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Harakat sizlardan, qo'limdan kelgancha men javob yozishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bu yo'llar asosan tekis, ravon yo'llar, lekin bu katta trassa, lekin mahalliy yo'llar ham bor. Bu mahalliy yo'llar ancha tor bo'ladi, mashinalar ko'p bo'ladi. Torligi uchun mashinalar sig'may qoladi. O'sha joylarda ham yurishlar qiyin bo'ladi. Lekin bunaqa trassalarda ancha oson. Tekis ketaverasiz, qiynalmaysiz, lekin mahalliy yo'llarda biroz qiyinchilik bo'ladi. Shuning uchun ko'z pishishi kerak, qo'l pishishi kerak bo'ladi. Ya'ni moslashish kerak bo'ladi. Odamzod moslashib ketadi, bundan cho'chimaslik kerak. Vaqtlar o'tishi bilan sekin-sekin moslashib ketadi. Bu yerda stajirovka bor. O'sha davomida moslashasiz, keyin sherik bilan chiqib sekin-sekin moslashib ketasiz. Faqat biroz hammasi uchun vaqt kerak bo'ladi, ko'nikma kerak bo'ladi. Shu ko'nikmalarni O'zbekistonda boshlang'ichini qilib kelsangiz, o'zingizga foyda bo'ladi. Yana bitta plyus tarafi bor. Yevropaga kelib nafaqat pul topasiz, dunyo ko'rasiz, sivilizatsiyani ko'rasiz, yangi texnologiyalarni ko'rasiz, texnikalarni ko'rasiz. O'sha narsalarni o'zingiz olib, o'zimizda o'sha narsalar orqali biznes qilsangiz ham bo'ladi. Yangiliklarni ko'rasiz. O'sha narsalardan keyingi hayotingizda ravnaq uchun foydalansangiz bo'ladi. Faqat sayohat ham ishlashmas, yana qo'shimcha biznes qilish imkoniyatlari bo'ladi. Buning uchun sizda harakat, faqat harakat kerak. Ham daromad, ham sayohat. Yaxshi taraflari shu. Biroz oiladan uzoqroq bo'linadi, lekin yaxshi taraflari ko'p. Harakat qiling. Harakatda baraka deyishadi. Harakat qiling va yana maqsad qo'yib harakat qiling. Через 140 метров держитесь левее. Через 1,5 километра держитесь левее.
держитесь левее. Проедьте 7,9 километра. Через 1 километр держитесь левее. Держитесь левее.